Assalomu alaykum. Hozirgi kunda dolzarb mavzulardan yana bittasi bu hozirgi kunda eng bolalarda ko'p uchraydigan bu kasalliklardan biri raxit va uni asorati bo'lib qoldi. Bu kasallikni qanday biz nimaga shunchalik ko'p orttiryapmiz? Mana bizda klinikamizda kuniga 40 ta, 50 ta shu bolalar chaqaloqdan shu 14 yosh, 15 yoshgacha bo'lgan bolalarni har kun ko'ramiz. Lekin shu bolalarning aksariyati 70-80% raxitda asorati. Bunga nima sabablar? Bunchalik raxit kasalining ko'payishi sabablari nima bo'ldi desangiz, aksariyat bu raxit kasalida asos vitamin D yetishmovchiligi, kalsiy, fosfor, sink, magniy elementlari yetishmovchiligidan kelib chiqadi. O'sha vitamin D yegan ovqatimimizdagi kalsiy miqdorlari qonga tushsa, vitamin D o'sha qondagi kalsiyni muskulga suyakka boradi. Demak, vitamin D kerak. Vitamin D ni biz qayerdan olamiz? Bizda hozirgi paytda, oxirgi paytda mana hozirgi onalarimiz homila davridan boshlab ularning sog'lig'i to'g'risida o'ylashimiz kerak. Ularni birinchi navbatda yeydigan ovqatiga e'tibor beraylik. O'sha yeydigan ovqatning tarkibida aksariyat kalsiy, fosfor, sink, magniy elementlari ko'p bo'lishi kerak. Mana shu elementlarni ko'paytirish uchun asosiy bularda ovqatiga e'tibor berib, qaysi ovqatlarda kalsiy, fosfor miqdori ko'p bo'ladi. Butun dunyo hozir dengiz mahsulotini yeyapti. Hech bo'lmasa bizda baliq mahsulotlari, baliq sho'rva, baliqning konservasi, keyin tvorog, brinza, sir, keyin tuxum, mana shu olmalarni sok qilib yesa, bunda kalsiy miqdori ko'p bo'ladi, onalarimiz sog'lom bo'ladi. Hozirgi kunda bizda onalarimiz ko'pi ximikatli narsaga o'rgangan. Oldingi bizda O'zbekiston mahsulotlarida ximikat bo'lmagan. Shirinlik, kola, fanta, shokolad, pechonlar bu qayerdan kirib keldi? Aksariyat hozirgi onalarimiz shuni iste'mol qilgani uchun organizmda kalsiy, fosfor miqdori kamayib ketishi sababiga onalarning o'zi noziklashyapti. Ulardan tug'ilgan farzand albatta nozik tug'ilyapti. Keyingi etapda o'sha bolalarimizni mana shu o'rab qalin kiyintirish nimasi kuchayib ketdi. Mana shu tug'ilgan bolani yo'q, ertasi kuni yo'q quyoshdagi ultrafioletli nur degan narsa bo'ladi. Bizda faqat ertalabki vaqtda bo'lgani uchun ana shu ertalabki vaqtlarda quyoshga olib chiqib bolalarni zagarasa qilish, ana shu quyoshdagi ultrafioletli nur ochiq badanga kirsa vitamin D bo'ladi. Eng qimmat narsa hayotda mana shu vitamin D. O'sha vitamin D ning natijasida u qondagi kalsiy, fosforni muskulga suyakka boradi. Hozirgi bolalarimizni quyoshga olib chiqish, quyoshda yalang'och olib yurish bo'lmaganligi sababli ularda muskullarning tonusi pasayib, suyagi yoshi bo'yicha qotimagandan keyin bu raxit kasalining har xil asoratlari kelib chiqyapti. Asoratlarda suyaklar har xil holatlarda qiyshib ketadi. Ichki tarafga, tashqi tarafda, ko'krak qafasi, boshida, qo'l, hamma tarafda suyaklarda o'zgarish. Hozir nihoyatda bu kasallik ko'p. O'shaning uchun men xalqimizga iltimos qilardimki, iloji boricha o'sha ximikatga o'rganmasdan tabiiy o'zimizda o'zbekcha tabiiy mahsulotlarni berishga, o'shalar bilan keyin bolalarimizga ham o'sha ximikatli narsalarda berishda, telefonlarda berishda kamaytirishimiz kerak. Har bitta o'sha onaxonlarga iltimos qilardiki, bolalarini yozda hech bo'lmasa 4-5 yoz bor. Shu yozga olib chiqib quyoshda ertalabki quyosh, faqat bizda ertalabki quyoshda ultrafioletli nur bo'ladi. Ana shu nurga olib chiqib yalang'och olib yurishini 9-10 dan keyin ust-bosh kiysa bo'laveradi. Lekin qum toshda oyog'ilang yurishlarini tavsiya qilar edik. Mana shunda bolalarimiz sog'lom bo'ladi, hech qanaqa raxit kasali bo'lmaydi. Hozir eng katta dolzarb narsa mana shu raxitda asoratini davolayapmiz. O'shaning uchun men yana iltimos qilaman, shu bolalarimizga omma beraylik, kerakli mahsulotlarni onalariga bersak, sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi. O'sha ya'ni turmush tarzimizni mana shunaqa kerakli ximikatsiz o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Shunda bolalarimiz, nevaralarimiz hamma sog'lom bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.